Assalomu alaykum. Sizlarga O'zbekistonda yagona bo'lgan eksklyuziv qushimizdan birini ko'rsatmoqchiman. Bu qushimiz Meyer qushi hisoblanadi. Nomi Meyer. Bu haqida sizlarga qisqacha ma'lumotlarni berib o'taman. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Bu qushimiz hozirda kakadu farmda boqib kelinyapti. Buni yoshi 3 yoshda. Sevib iste'mol qiladigan ovqatlari hamma qushlarga qatori. Bu ham selishga, so'li, tara, har xil mevalar, makkajo'xori, bug'doy pishirib undirib beramiz. Buni hozirda juda ham sevib iste'mol qiladigan ovqatlari, asosiy mevalarni juda ham sevib iste'mol qiladi. Bularning rangiga kelsak, asosiy jihati odamni rangi bilan juda ham jalb qiladi. Rangini mana ko'ryapsizlar, 5 xildan 6 xilgacha tanasi rangi bor. Asosiy kechqurunlari bu qushimizda ko'zlarining rangi o'zgarib turadi. Va o'zining rangi kechqurunlari fosfor bo'lib odamning ko'ziga ko'rinadi. Hozirda bu kakadu farmda mavjud hisoblanadi. Bemalol murojaat qilishda, sizlarga eksklyuziv ma'lumotlar davom etadi.